Musa alayhissalom qavmni oldida yursalar, Muso takabbur deb qavmni oldida yuradi deyshibdi. O'rtada yuribdilar keyin. O'rtada yurish odamlarning ishi, men oldida yurmay gapiradi odamlar. O'rtada yursalar, Muso qo'rqoq deb odamlarning ichiga kirib oladi deyshibdi. Orqasida yura qolish qavmni. Orqaga o'tib yursalar, Muso cho'pon deb o'zi orqada yuradi deyshibdi. Alloh taolaga aytdiki, Parvardigor, bu unaqa yursam ham, nima qilsam ham gapiraveradi odamlar. Nima qilay desa, Alloh aytgan ekanki, ey Muso, sen bandasan-ku, ular meni gapiradi-ku. Bittasi yo'q deydi, bittasi sherigi bor deydi. Men chi deyman-ku, shuning uchun u gaplarga parvo qilmayman, gapiraveradi u. Nima desa ham siz o'zingiz mana shu ishingizni qilavering, yaxshi bo'ladi. Bu juda ham yaxshi ish, tamom? Odam baribir gapiradi. Masalan, hozir sizlar eng zo'r bo'lib ketsanglar, hasad qiladi. Ishinglar yurmasa, masxara qiladi. Mana shunaqa xalq.